Men bitta narsaga hayron qoldim. 1930 dan poytaxt bo'lgan bo'lsa Toshkent, yaqin 95 yil bo'libdi. Va o'zgartirish boshlashganda birinchi eng katta o'zgartirish mana shu Navoiy ko'chadan boshlangan bilasizmi? Birinchi eng katta mafkuraviy harakat eski shahar bilan yangi shahar birlashtirish bo'lgan. Shuni birlashtiradigan ko'cha Navoiy ko'chasi hisoblangan. Tramvay tushgan bo'lgan. Esingizda bo'lsa 2000-yillarda yoshlik paytida tramvay bo'lgan. Mana bitta Hamza teatri, ahamiyat bersanglar, orqada Muqimiy, Hadrada, idalshi ketdi. To'g'rimi? Eski shahar Eski shaharga. Endi qarang, o'z qarindoshlarim eski shahar tomonda ko'p turishadi, shtabda ham turishadi. O'zim Taxtapulda katta bo'lganman. Bir kun bordim, qaytib kelyapman, ko'kchada o'tasiz, o'sha ko'kchadan bu tomonga o'tasiz. Shtabga keyin Nazarbek ketadi. Bitta ham madaniy anaqa yo'q, obyekt yo'q. Faqat magazin, restoran. Yo'q, restoran ham yo'q. Bir ikkita magazin bor, ingliz tili bir ikkita markazlar bor. Bitta ham madaniy bor, na teatr, na normalniy maktab, Coworking. yo'q hech narsa.